Assalomu alaykum. MRT заключенияsi ajoyib natija bo'lgan. Grija yo'q bo'lmaydi degan deydi ko'pchilik. Buni yaqinroq olib keling. Tak Oybek Jizzax shahridagi Oybek klinikasida tushganlar Turdiyev Hasan degan yigit 23-10-24, ya'ni 24-yil L5 S1da 8 mm grijalar bo'lgan. Ya'ni 2 yil oldin davolaganmiz. Mana bitta ham o'sha grija masalan L4 L5 da bo'lgan, bir dona grijalar 8 mm. Bu kattagina grija, qattiq qiynalganlar. Davolaganmiz. Keyin kelyaptilar. Rovna taxminan 2 yildan keyin mana 20/01/26 Turdiyev Hasan 81-yil. Yo'q, boyagi 8 mm L5 S1dagi grija yo'q. Mana masalan mana bitta L5da позвоночникda sakralizatsiya bo'lyapti. Bu yerda qarab chiqilsa L5 S1dagi boyagi 8 mm grija yo'q. Ammo 2 yil o'tyapti-da L4 L5da 5,5 mm grija paydo bo'lyapti. Demoqchi bo'lganim, grija yo'q bo'lib ketgan. Yo'q, o'sha 8 mm grija yo'q bo'lib ketgan tanada. Prosta boshqa pog'onada уже bo'lyapti grija, rovna 2 yildan keyin. Mana umurtqa pog'onalari ham bir tishga o'xshagan narsa. Masalan, 32 ta tish bo'lishi kerak bo'lsa, tishda odamda, har bitta odamda. Umurtqa pog'onasi ham xuddi shunaqa. 32 ta, 33 ta umurtqa pog'onasi bo'ladi. Masalan, bitta tishimiz og'risa tuzatsak, keyingi tishimiz og'rib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa bularni mana L5 S1dagi 8 mm grijalari yo'q bo'lgan, ammo keyingi pog'onadan 5,5 mm grija paydo bo'lgan. Ular ozgina og'ir mehnat qiladilar. Shu grija yo'q bo'lmaydi deydiganlar uchun bir faktimiz bor edi. Shuni videoga olishga qaror qildik. Assalomu alaykum.